Xiva Elektroset Dehqon bozori 6-magazin ayollarimiz uchun giyimlar bor ekan. Hozir baholari bilan birga ko'rib chiqamiz. Tum xush rivojlar bor ekan. Sizlar uchun arzon magazinlarni ko'rsatishda davom etaman. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Ina Risolat ukam baholarni arzon qo'yibdilar. Ina shunday ajoyib sifatli kiyimlari bor. Necha so'mdan qo'ydingiz o'sha jinsilarni? 350 ming so'mdan. Bir yana aytavering. Bu yaqali ko'ylak necha so'm? Yoski. Ulan 205 kekmeki. 200 sattırak şu an 200'den veremem. Abonachilarimiz ang. Abona bo'lib kelaverasizlar. 200 ming so'm ekan. Svetler var. İbrajlarını göstereceğim. Dim xushroq ko'ylaklar. Bular neda? Modnitsa ko'ylaklar necha so'mdan qo'ydingiz? Svetlar bor ekan. 250 ming so'mdan verdik mana şu an. Necha? 250'den verdik. 250 ming so'm. Svetlerine bak. Dim zo'r. Svetlar bor ekan. Tavardım zor. Dim xushroq narsa ekan. Modasam dim zo'r. Imandilar necha so'm bo'ldi? Ina xibi ajoyib ko'ylaklar. Bundan 250'den verdik. Xitoy ko'ylak. 250. Svetlar ham bor ekan. Ina. Bular imandilar necha so'm? Bundan veremem 250 falan. Bular ham 250 ming so'm. Bular ne? Necha so'm? Ko'ylak ben 2 kilosu var. İhtiyacı bir koyunlar yine hava. Hava. Şimdi işlep çıkarışı var. Hava. Yine işlep çıkarışı ikisine mektep koyman. Bu da 250 mektep marka. Hava. Bunu 150'den verdik. Yine 150 ming so'm. Fizlazı trenddeki ko'ylaklar var. Yine. Bundan narsa. 2 xil ekan tovari azizlar. Endi ikkisidan maktab qo'yibdi tadbirkorimiz. Endi xohlaringizni byudjetingiz ko'targandan olaverasizlar. Ikkisi ham sifatli ekan, ajoyib ekan. 50. Yine 56 razmer ko'ylak, yine ajoyib sifatli. Necha so'mdan berdingiz shuni? 56 58'ler hem var bunu. Hava. 130'dan verdik lan fizlar. 130 Abi işte razmeri var. Fizlara bala donları. Bunda. Yine. 100'den veremem fizlar bana yine. Rasvetkeleri ko'p. Hemen sveti var. Sumallarım var. Bunların neden? 220 ming so'm fizlar. Koktik gelen 200'den verdik lan fizlar. Adnatonisi var. Gülün her hil sveti. Adnatoninin her hilsi var. Gelin görevin lazım. Bunların 200 verdik lan. 220 ming so'm verdik lan bunların fizlar. Bunların 230 verdik lan. Her hilsi var yine. Yine görün. Dim xushroq ko'ylak ekan. Fazla geldi lekin bu 250 sat bakalım. 200 veremem. Zo'r baho. Yine kızlar. Az yine. Yine yenglar ham o'zi ajoyib ko'ylak. 250 ming so'm tovar ipek dedim koşrayver. Yenglerine qarang. 250 bo'lishimi yo ortsaroq Gelişemiz. qarasizmi? Obunachilarimizga kelishamiz ekan. Dim xushroq ko'ylaklar. Svetlar bor. Yine yenglar ham bejirim ishlangan dim xushroq. 250 ming so'm bugun ikimize qarang kızlar. Yine 250 ming so'm bor. Faktor yaptık yine. Svetlar ham bor yine. Dim koşray narsa. Yine. Dim koşrayver kızlar görün. Bunday lancha so'm. 180'den veremem bu. 180. Renkler bambu. Lekin kelishlardan obunachilarimiz arzatib bering. Indonezya'da sen Indonezya'da ve çıkıyor kızlar. Gene verin ya. Dim zo'r ekan bu ko'ylak necha so'm? Dükkanda keseyizler. 250 veremem. Indonezya bilasiz kullan. 250. Yine arzon do'konlar azizlar. Güneş tamam göstereyim. Her fili baka gelerin ya geliştirip veremem. Yine ishini necha so'mdan qo'ydingiz? 150'den bettirma. Zo'r baholi ekan bu yine. Keng kilotli ajoyib duvoyka yine. 150 dan berjaksang. 150'den veremem. Ajoyib. Abuna bo'lib kelaverasizlar azizlar. Risolatning do'konini Xiva Elektroset Dehqon bozorida 6-magazinda. Shunday ajoyib baholar, sifatli ko'ylaklar, hamyonbop narxlar. Kelaverasizlar. Ko'chadan bir to'da tovarlar ko'p. Ina Risolat, qo'lingizdagini nereden qo'ydingiz? Mana yoqda ish narsangiz. 250'den koyup verdim iş Xitoy'da koyarken. Kovar вообще zor Dim narsa. zo'r narsa ekan. 250 ming so'm shu ajoyib ul razmer ekan o'zi ham. Dim zor narsa. Ko'pmi bundan? İyi bu narsa ben. Kovar dim zor görseyizler bilesizler. Bundan veremem 250. 250'dan ang. 300 satırlar ve 350'den kurtulma adamlar. Görün ya bazen saçlık görüp gelin ya. Xivada arzon azizlar. Xivaga kelaverasizlar. 6-magazin ayna. Risolat ukam yana kelaveringlar. Obuna bo'lib kelinglar. Joningiz sog' bo'lsin.